Assalomu alaykum, aka uka opa singillar, mana ko'rib turibsizlar, Passatga jarayonlarimiz tugayapti. Moskvadan Toshkentga mana dispetcher opamiz har bitta passajirni bileti bilan pasportini, familiya ismini ko'rib, tekshirib bitta chiqaryapti. Ukalar tanlovlar adashmasdan o'zimiz bilan bog'lanib keldi. Akalar, qani yaxshimi? Zo'r. Gap yo'q, akam oq yo'l. Akam nima deysiz buni? Nima tavsiya berasiz? Qonuniy, ofitsialniymikan biletli? Как положено, vokzaldan ketyapsiz, bitta ham ko'chadan yo bitta ham торговый sentrdan ketmayapsiz, to'g'rimi? Как положено. Yurtdoshlarga tavsiya berasizmi? Ha, tavsiya qilaman. Bemalol kelib ketishaversinmi? Mayli, amak yaxshi yetib oling, sog' bo'ling. Akalar, sizlarga ham oq yo'l. Nima deysiz, ukam? Yo'q, hammasi to'g'ri. Cho'tkimi? Oq yo'l yaxshi yetib oling. Sizlarchi, brat, nima deysiz? Cho'tka? Mayli, aylanib o'tayman. Uyatyapti. To'xtang, uyatmayman. Keling, gapiring menga deyman. Mana dispetcher opamiz hammani bitta biletini tekshirib, chiqarib, shu bilan xudo xolasa ketdi avtobusimiz Toshkentga, Sobir Rahimov avtovokzaliga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.